Hürmetli vatandaş, endilikte yani muhakeme, sizinle birlikte vaziyet muhakemesi, bu vaziyet muhakemesi nimesi desiniz, tünügün biz sizlerge malumat verdik, oldu malumat verdik, mesela 26. günü de, Perşembe günü, Cuma günü, Perşembe günü, Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat ishlar katibi Antony Blinken Cungu siyasi to'g'risida nutq so'zlaydi dedi. Hozir bu nutq so'zlash so'zlanib bo'ldi. Endi matbuotlarda yoki Amerika ovozining o'zidan bugungi xabarda xuloslash shaklda masalan kuzatuvchilar to'rbeti shundoq degan emish. Biri bu nutqni so'zlab bo'ldi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken aslida hozir mavjud bo'lib turgan siyosatlarni takrorladi. Nishon ne? Eg'izga olma deydi. Yoki nishon nima? Masalan, Jungu siyosati bo'lganda nishon nima? Buni eg'izga olma deydi. Uning ustiga sizlarning xabaringlar bor. Men tunigan hayojon bilan so'zlagan edim. Inson endi. Biz inson, biz bir xabarni ko'rganda xo'sh bo'lamiz. Ya'ni bir xabarni ko'rganda ma'yuslanamiz vatandosh. İnsandan acizlik arayışıydı. Şundaylı tünügünki degan sözümüz buyunca aytgan vaqtda endi nima degan to'q 5-ayning 5-kuni, 5-ayning 23-kuni Tokyo mushu oraliqda Tayvan to'g'risi so'zlangan so'zlarning hammasidan sizlar biz o'rtaq xabar topdik. Bu qatim Antony Blinken so'zlagan so'zda yana bir gap o'tirg'i chiqibdi. Masalan, Tayvan mustaqil bo'lsa qo'llamaymiz. Endi buni 5-ayning 5-kuni sizlarga nima deb tushundirdik? 5-ayning 23-kuni Tokyodan kelgan xabarda agar hujum qildigan bo'lsang Tayvanga Amerika harbiy kuchlar aralashadi. Mushundaq asnoda tuyuqsizlandi bu orliqda 3 kun vaqt o'tmay Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati masalan Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning Jungu to'g'risida so'zlagan nutqida Tayvan mustaqillik jakarlısı qo'llamaymiz. Bunun sababi nima bo'ladi? Masalan, bunun sababi nima deb tushunishimiz mumkin? Ben nima deb tushuntirishim mumkin? Odam bir hafta ichidagi siyosatning o'zgarishidan inson qoymoqib qolgan vaqtda uning bir narsa degili bo'lmaydi. Siz shunga diqqat qiling vatandoshim. Biz hozirgacha 70-80 yil yashab keldik Xitoyning jamiyatida. Ya onun içinde 30 yıl Amerika'ya, 26 yıl Amerika'da yaşadık, çıkarıp öteyli. Muşu ağırlıkta Jungu Kompartiyasının birinci kol başlığı, yaki sekretari, milletler doğrusu da siyaset sözlüğünü, birinci olup sözlüğünü Xuyaoban. Çünkü bu Tibet'nin ve Uyguristan'ın menfaatine münasebetlik, foydalik nutq so'zildi vatandosh. Onundan burun uzun qisqalarni qo'yib turayli, 50-yillarda qattiq bostirish elib bordi Wang Jin. Uyg'uristonda bostirish elib berib, keyindilla bugun Xi Jinpingning dadasi Xi Jinping degan o lanjo'g'icha yetib kelib degidek siyosatni o'zgartirish yoki bostirishni to'xtatish, bu jinoyatni Wang Jinning ustiga ortib qo'yish, markazning ustiga ortmaslik. Amaliyotda bostirish siyosati markazda belgilangan, uni Wang Jin ijro qildi degan gap. Bu yerda jinoyat chiqilib Wang Jinni bekitish kerak, herkes markazga buni taqamaslik kerak. Markaz gunoh qildi, markaz bostirish siyosatini yo'l qo'ydi demaslik kerak. Xi Jinping shunday siyosat bilan Wang Jinning xatoligini tuzatgan edi. Bu xatolik Jungu Kompartiyasining jinoyati shu vaqtda amaliyotda buni Wang Jinning xatoligi deb Wang Jinga atib qo'ygan. Bu ikki. Birincisi bostirish Wang Jin, ikkinchisi Xuyaoban. 80-yili Tibetga 6 moddalik siyosat, Uyg'uristonga 6 moddalik siyosat. Bu Uyg'urning Tibetning foydasi bog'liq siyosat edi. Onun ki milletler siyaseti to'g'risi hech qanday o'zgarish bo'lmadi. 84-83 yillarga kelganda mi? Mana Amerika Jungu diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin avtonom rayon milliy territoriyalik avtonomiya qonunini bir o'zgartgandek bo'ldi. Biz uni orlatishlarga leksiya qilib so'zladik. Bu qonun bo'yicha bo'lganda Uyg'urlar faqat chorvachilik bilan dehqonchilik qilish kerak, boshqa yo'l yo'q.
Uyg'urlarning chorvachilik, dehqonchilik sohasidagi hunariga huquq berilgan, boshqa huquq yo'q. Demek bunu chorvachilik qonuni, o'rmonchilik qonuni, dehqonchilik qonuni, bu Uyg'urlarning avtonomiya qonuni deysiniz bu. Endi bugun kelaylik, naq masala kelaylik vatandoshlar. Sen Lavrov kelgan vaqt qochib ketding Fujanga. Asli ko'rishing kerak edi. Ko'rishmading, Fujan qochib ketdi. Mesela araylı 2019-yılı 9. ayladımı 18. yılı Nur Bekir'e kolga elinğen vaqt esinglarda bolsa şu yılını eslanlar vatandaşlar 9. ayda 9. ayının 14-13 günleri etrafı Vladivostok'ta sabık Sovetlerinin kechiringlar. Bugungi Vladimir Putinning harbiy manevriga qatnashish uchun kelgan Xi Jinping manevriga qatnashmay yig'inni tashlab Beijingga qaytib 9-oyning 21-kunida aeroportda Nur Bekirni qo'lga oldi vatandoshlar. Buni katta qilaylik. Bugun sen endi Lavrovdan qochgan odam hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komiteti'nin valisi Barchilat Hanım Beijing Guangzhou yetip gelgende nimiş kaçmadım. Nimiş ki bunu ekran söhbeti ötküzüşki mecbur bulup kaldım. Hazır tahlilçiler bunu e'tibatida dal mushu paytda Barchilat Guangzhouga tushdi 24 kuni. Prezident Joe Biden Tokyoga tushdi 23 kuni. Barchilatmish 23 kuni Guangzhouga tushdi. O'xshashli bir payt 23 kuni tushdan keyin kechida Yaponiyaning vaziri bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Joe Biden Tayvan to'g'risida nutq so'zildi. 24 kuni Xinjiang hujjatlari e'lon qilindi. 25 kuni Reis Xi Jinping bilan Barchilat xonim ekran suhbati o'tkazdi. Moshalarni qatorlashtirib kelganda sen bugun kishilik huquq hozir kelgan materiallarda Reis Xi Jinping bilan Barchilat xonim so'zlashganda ekran suhbati o'tkazganda Xinjiang masalasini eg'iz qilinibdi, kishilik huquq masalasini eg'iz qilinibdi. Buning doirasi cho'nqurlik darajasi bu to'g'rida xabar yo'q, lekin eg'izga elinibdi. Buni Markaziy televiziya stansiyasi yo'shirgan gap, Jungo matbuotlari yo'shirgan gap. Demak, bugun Xi Jinping siz o'zligingiz bilan efendi Barchilat xonimning ayblarini, ayblashlarini tanqidlashlarini qabul qildingizmi yoki o'zingizning jinoyatini ularning oldida oshkor qildingizmi yoki nimishqa? Masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining valisi Barchilat xonim Guangzhouga tushganda uning bilan ekran suhbati o'tkazishga majbur bo'lib qolgan va sizni majburlagan ish zodi nima Reis Xi Jinping? Masala mana bu yerda. Biz eslab etdik, Cumhuriyet devlet başlarına nimiş qilganlarni. Hozir sizga kelganda navbat, efendi, siz Barchilat bilan mushu to'g'rida, masalan, kishilik huquq to'g'risida eg'iz qopsiz, Xinjiang to'g'risida sizni shunda qilishga majburlagan narsa zodi nima? Davlatning ichki ishidagi alomatlarmi va yoki tashqaridagi besimmi? Reis Xi Jinping efendi. Hazır muşinası yani bizde gumon qo'zg'ayotir, shaxsan men de gumon qo'zg'ayotir. Bir davlat rahbari o'zang mas'ul bo'lgan, o'zang qo'mondonlik qilgan, o'zang o'rinlashtirgan, bostirish, millatni yo'qotish. Bugun sen Barchilat xonimning oldida bir odamning oldida javobgar bo'lib qolding degan gap. Melishki jatining munosabatinglar biz buni bilmaymiz. Sen javobgar bo'lib qolding degan gap. Nima majburldi? Tashqi dunyoning vaziyati majburladimi seni shunda ko'rishga, suhbatlashishga va yoki davlatning ichki vaziyatimi? Masalan, mana shu yerda vatandoshlar. Sabab mana shu yerda biz tunugun sizlarga so'zladik. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonoti net price planliq to'g'otni bekor qilasan. Jazo lagerini bekor qilasan, qamalganlar. Nazarband qilinganlarning hammasi qo'yib bersan turmadan. Mecburi emgakni bekor qilsa. Bu siyosetmi dal mushu kunda o'tirg'i chiqdi. Reis Xi Jinping Michel Barchilat bilan ko'rishdi. Bayonotchi
net price Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati. Masalan, jazo lagerini bekor qilasan. Yana biri majburiy emgakni bekor qilasan. Planliq tug'utqi zo'rlashni bekor qilsan. Hammasi qo'shilib keldi vatandosh. Endi buning natijasining nima bo'lganligini endi sizlar biz oldimizda ko'ramiz. Ishqilib bugun Uyg'urlar to'g'risidagi masalalar butun dunyoni bir oldi. Bugun sizlar uning ikki qismini Amerika ovozidan elib yetkazdik. Qolgan qismini Xudo xolasa atdiganlikka tarjima qilib vatandoshlarga yetkazamiz.